Heyo hamma islom do'stlar, sizlar bilan O'z Play kanali. Bugungi o'ynaydigan o'yin emas, Evernessa nima degan o'yin. Most recommended about house. Men oldin how yangi uy country. It was good. O'sha. Короче, boshladik. Bunday xayr. Qo'llar nurni ko'paytirmoqchi bo'lmaydi, nurni ko'paytirib olay birinchi. 2 daqiqa. 2 daqiqagina bo'lmadi. Boshladik. Bu qanaqadir yangi uy. Qani eshikdan kirishga harakat qilamiz. Короче, kaliti yo'q deyapti. Uyda orqasi aylanib ko'r. Orqa eshikdan kir deyapti. Orqa eshikni ochib kir deyapti. Avvallar bizdan so'rasak nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yapti. Bizdan so'rasang yuribmiz, u yoqqa tashab, bu yoqqa tashab mana qancha deganda mana yana bitta video chiqdi. Qancha degan anchadan beri video chiqmagan edi. Mana eshik ochildi. Avvallar videoni boshlashdan oldin videoga like bosish va kanalda o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin. O'yinni boshdan normali so'rash olmadim bolalar, uzrasizlar. Video boshlanib ketdi. Bugun biz mana shu ekranlaringizni ko'rib turgan o'yinda o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Barcha muammo va problemalarni esdan chiqargan holda videoni tomosha qilib dam olamiz. Xabarlar. O'yin boshlashdan oldin ozgina tushuncha berib o'tadigan bo'lsam, bu o'yinda birinchi marta o'ynayapman. Hali spoiler ham boshqasini ham ko'rganim yo'q. Sizlar bilan tepadan ketyapti menda ham. Qanaqa xona bu? Hech qayer ochilmaydimi? Ochilmaysa hech qayer. Nima bu? Cho'ta ovoz past. Qanaqadir mevalar, yana yanchik, pajik. Mencha hali boraman, o'ylo nima? O'zimiz eshikmi? Qanaqadir rasm, stolcha, o'tiradigan joylar nima chiqarmoqchiman. Rasmni chiroyliligini. Shunday tabiat zonalari bor. Qani yerda eshik kirib turgan, bunisiga ham ochib. Bu ochilmas ekan, bu ochilmas ekan bu eshik. Bu eshik ochib ko'rishga harakat qilamiz. Qani kattalang seni nima eshik ochilmaydi? Biz nimani ko'zdan qoldirdik? Biz nimadir ko'zdan qochirdik deb bolalar. Pastda menimcha nimadir qolib ketdi. Eshikni ochish kerak edi. Uy, odam qo'rq. Cho'ta qo'rq. Yo'q, endi ozmoz bo'lyapti. Tashqarida yomg'ir avji bilan yog'yapti, yomg'ir avjida. Yopildimi? Mana bu yerda qopda nima bor ekan? Qop olmaydimi? Olmas ekan, qop olmas ekan. Sandirib yuramizmi deyman. Great, now you go. Qandaydir xonaga bitdi. Nimadir deganda sekundda xonaga bor deyapti. You can go up. Nima bo'ldi? Qayerga eshik ochildimi? Qayerga jirdadi? Bitta faqat. Qayerga jirdagan bo'lsa ham. Sizlardan qo'rqadigan ahmoq yo'q. It closet g'iji. Короче, xona qulf deyapti. Senda kalit yo'q deyapti. Bu yerda nima qilyapsiz siz? Nima bu, kalitmi? Kalit, kitobchalar qandaydir. Voyashik, kim dedi? Xonada kim bor deyapti. Xonada kim bor? Kim bor xonada? Kim yig'layapti? Kimdir yig'layapti bolalar. Kim yig'layapti? Kim bu? Yig'lamang. Nima edi u? Qani? Bitta chiq. Portret Yo'q. O'zingizga, sizni miyangizga qo'ng'iroq sizni. Qanaqadir qo'lmi? Qo'l eshikka kimdir kirgan bu eshikka javob beraman. Bo'ldi. Mesajga nimadir to'rin deyapti, yo'q deyapti.
ayamlar nimadir tagidaman deyman, nimadir deb tashlab tushunmam kerak. Yeb o'ynashmagani mol, odam qo'rqmanglar. Hali 10 guldan 1 gul ochilmagan bola qo'rqmanglar, bolalar. Nima aytsa? Nima aytsa uni? Bitta chiq, mujik kusan. Qo'rqmayman men sizlardan, qo'rqmayman sizlardan. Yaramaslar. Voy, yaramas eshak. Короче, ko'z qani. What nima dedi? I closed my eyes. Men ko'zlarimni yumib yurishim kerak deyaptimi? Ha, men ko'zlarimni yumib yurishim kerak. Aha, tushundim. 13 ta narsani topishga ko'z yumib yurish kerak. Har bir narsani olganda bitta ko'z yumib olamiz. Yumib ketaveramiz, yumib. Ko'z yummasak ana ko'zga ko'rinadi. Bitta yumamiz, yana boshni ham yumamiz. Bittan olamiz, yana bitta yumib ko'ramiz. Yumamiz. Bizni ko'zni yummasak kelar ekan. Yumib ko'ra, birinchi yumib qo'yaylik, bitta ko'zni yumaylik. Loy. Bitta yumdik, yum. Endi yig'la deyman. Sog'insang ham qattiqroq yig'la. Hech qanday qolib ko'rmagan. Yum bo'jot bo'sharanga seni qo'ng'iroqlar. To'qqizta qayerda bor yana? Past ko'rgan joyimiz bo'lmadi, past ko'rmadigan bo'lib, past ko'rishga, обязательно past ko'rishga. Ko'z yumib yuramiz ko'zni. Cho'ta kimni ko'rganda bo'ldi ishda hozir. Nimani rasmi bu? Kimni rasmini chizyapsiz bolalar? To'g'ri aytadi. O'zim tushunmay qolgan. Bitta yumib qo'yaylik, yana bitta rasm qoldi. Yum ko'zi, klos. Oxirgi rasm qayerda ekan? Ko'z yumib yurish kerak. Kattalar kattalar ko'zi qishga yoshmaydi. Kattalarda aytganimizning xor bo'lmaysan degan ekan. Shu qayerda nimadir ko'zdan qoldirayotgan bolalar. Nima qilmadim mencha, ko'zdan qoldirdim. Bu topdim. Mana rasm qolib ketdi. I have found a particular message in the kitchen. Oshxonada nimadir, topdim. You must go to the place, market your map and take over the Короче deyapti, siz deyapti, borishingiz kerak. Qandaydir do'kon deyapti, xaritadan deyapti va take all deyapti, parts the go. Tushunmam, to'g'ri tushunmam. Episod 2 yana nimadir bormi deyman bolalar. I arrived the place market. Men do'kondan qaytayotganimda onzima xaritani ochdim. I turn it out. Men nimadir qildim. Be close out. Turn it yoqib be close nimadir qildim. Ammo dedi. Still I don't understand. Men tushunmadim dedi. Kim dedi? I'm here. Shuning uchun deyapti. Let's look around. Men tez qaram deyapti. I wonder where does the Короче tushungan bo'lsalaring tushundilar. Men ila tushundim. Aha. Va, nol etdi. Neydi oti nol etdimi? Legenda bu legenda. Legenda. Qanaqa jenta, hidotaga desam jenta. Kamar, u bu yerda nima qilamiz endi? To'g'risini bola nima bor bu yerda? Nima qilyapsiz biz? Daraxtlar, qanday o'rmon, ovozlar.
O'ylayga nima qilib tushunganim yo'q-ku. Lekin aniq bilaman bizga mana shu yo'lni ko'rsatdi-da. Mana shu yerda nimani topishimiz kerak 100%. Eshik, ilova. Nimandir ovoz kelyapti, bolalar, nimandir ovoz kelyapti. Mana bu eshik bo'lsa biz to'g'ri yo'lga ko'raylik mana. To'g'riga bosamiz, hech qayerga burilmasdan. Shu o'ynim g'arashga ko'rinyapti, to'g'ri. Sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin menga g'arashga ko'rinyapti. Eshik ochilmadimi? Mashinami? Ana nima? Mashina. Ana nima bu? Nima, quduqmi? Quduqda nima bo'ladi? Ishda quduqda. To'g'ri bo'ldi, nima tushunmayapman bo'pti. Nima bo'lyapti? Uymi topdim bitta. Nimadir ovoz chiqyapti bo'lib. Videoni xotirjam olayotganimdan o'qimaylar. Hali unchalik qo'rqqanim yo'q-da. Qanday cherkov? Church. Ingliz tilidan o'zbek tiliga churchda tarjima qilganimizda cherkov degan ma'noni beradi. Cherkovda nima bor bizga? Nima ish bor ekan? Cherkovda bitta skrinshot rasm yo'q qo'y endi. Ertaga kerak qolishi mumkin. O'zaro mana shunday tushib turib. Premiumga qo'yamiz. Ana. Bo'ldi. Bu yoq shedevr yorib olishim bu yoq. Qani eshikka kirishdan oldin o'ng oyoqni bosib kiramiz. Aha, o'ng oyoqda kiradi, bo'ldi, o'ng oyoqda kiradi. Iloho men. Orqamizdan ruh kelmasin, arvoh kelmasin, tezroq o'yin bitirib chiqib ketaylik. Yop, bismillah ketdik. Aha, ishtima chiqmadi, yaxshi. Nima bu? Masaga yana bitta nimadir. Kitobni ol deyapti, piece nimadir va rasmga deyapti. Into piece deb qog'ozdagi rasmga qara deyaptimi? Into and was throw into the well. Yaxshi, if agar deyapti do see everything, reach the chest will open the key. Kalblar nimadir deyapti. Chest will open the door. Eshikni ochasan deyapti, kitobni ol deyapti. Kitob bilan nima deyapti? Yana nimadir deyapti. I don't like problem. Meni yoqtirmayman problem. I shouldn't have come here. I have get by the car get out here. Короче, meni problemalar yoqtirmayman deyapti. Men sirrochni to'rmiga qo'yib surishim deyapti. What? Problema menga ham kerak emas, problema menga ham yoqmaydi bolalar to'g'risida. Orqaga qarasam dum bo'lib ketay. Daryoda aşkın sular ushqini o'tolmayman. Yor. Quloqlarning suyini olis. Короче, men tarjima qilishim bo'yicha 9000 ga qo'ydim mashinaning oldiga yo'qol deyapti o'ki. Sekin akajon, hop akajon deymizda mashina olib boramiz. Nima bu? Hat. Don't everything is it dedi. Sen nimadir dedi. Nima bo'ldi? Ammang sen. Where? How did the rest of the connecting deyapti. Tushunmam bo'ldi. To'g'risi buni tushunmam degani. Короче, men qayerdaman dedim, nimadir dedi. Bu qanday xona dedi? Bu qanday xona? Bola, bu qanaqa xona? Qanaqa ovoz? I heard some strange noise deyapti, ovoz deyapti. Better the rich the door quickly. Qanday tinch deyapti, qandaydir tinch deyapti, ovoz deyapti. Yutqazdik.
Nima qilishga shu joyda tushunmay qoldim men borga. Shu joyda umuman tushunmadim. Menimcha bola bungacha yetadi. Tepada xolani turishini qaranglar. Ha, turishingizga oyog'im sizni, turshak. Turshak bashara. Ha, menimcha bola bunga yetadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish va videoga like bosish, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan O'zbek kanal bo'ldi. Hammaga xayr. Qaytadan bolalar mashqxona joyidan where deyapti I am how did get her bu kimning kinosi. Короче, ish taqiladi. Qaytadan boshladim. Cho'ta yuragim anaqa qilmadi-da. O'ynasang oxirigacha o'yna dedi. Qani? Nima bo'lar ekan? Agar boyagi narsa bo'lsa, tez 2 ming qo'yib orqasiga turaveramiz. I saw a strange noise behind the better story. Nima qilish bilmayapman bola. Yerga behind deyapti. Yerga qarab, mayda tagidamidi? Короче, ikkinchi epizod o'ynayveramiz. Noldan o'taveramiz. Farqi yo'q. Yutmaguncha qo'ymayman dedi-ku. Shima. Ocha eshikni loy. Yoki tushunmayapman nima qilish kerakligini. Nima qilish kerakligini tushunmay qolyapman bola to'g'ri. Novodlarda ta'tildan qo'rqmanglar, loya o'zi. 10 guldan 1 gul ochilmagan bolaman. Nimani rasmi ana bu? Hey, ortiqcha problema kerak emas bola. Eshitib olamiz, короче, g'ij-g'ijlarni o'qimaymiz. Tushundim, nima qilish kerak tushundim. Hammaga xayr, eshik yopib suramiz. Yop eshikni, problem. Ayol meni yoqtirmayman qildi. Men hozir come here I have get good o'sha. Короче, men yoqtirmayman. Mommalar menga kerak yo'q deyapti. Men deyapti, mashina tinchgina mashinaga bo'lay deyapti. Mashinasiga boshqa nima bo'lishini bilasizlar, boya ko'rdilaring. Bu g'oyat mana shuni ko'rsam jonim chiqib ketadi. Maras. Mana shuni bitta rasmga qo'ydik. Suyakani kerak bo'ladi ularga. Qayerdan chiqib ketadi? Ajab, so'zlar obyektlar. Mashinamizga borsak boyaga tutun chiqib keladi. Mana buni olish kerak obyektlar. Nimadir eshitdim, yopil. Pastga qaranglar, pastga qaranglar. Nu uncha tutundan qo'rqmadim, lekin xonani olib borgan nima qilish kerak bilmay qolyapman o'rga, to'g'risi. Короче, bo'ladi, yerga qaraymiz. Xola kelgandan yerga qaraymiz. Bo'ldi. Qarama. Onasini. Uzr bola sal asabimiz bo'lyapti. Ozgina asabimiz bor, ozgina ko'p emas. Nima qilishni bilmayapman bola bor, to'g'ri. Yutmaguncha qo'ymayman bu loyi, yutmaguncha qo'ymayman. Epizod 2. Maras. Bola to'g'risini bitta spoiler qo'yganim tol berdi. O'yinga aniqlamadim, uncha e'tibor bermadim. Qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Har doimgidek silindralar bir turbuzaga o'yladim bu o'yindan. Bizi ko'proq cho'zilyapti-ku bu o'yin. Cho'rishdan qo'rqmasa bo'lar ekan, nima edi? Cho'rishdan qo'rqmasa bo'lar ekan unchalik. Problema emas ekan. Mana Zaynab qo'yadi bor-ku, mana shu ovozda bor-ku. Beri o'ngay qilib kirgisam kelmay qoldi. Chaboy kirgan o'ngay farqi yo'q.
yana shu yerga qaytamizmi deb o'ylab bolalar shu qaytamizmi deb menda. Chunki qulfga e'tibor bersalaring, e'tibor berganimizda qulfi bor-da ana. Biz qayta qulfni ochamiz hali menimcha bolalar. To'g'rimi? To'g'ri bo'lsa kommentariy yozib ketinglar. Mana shu videomizga bitta like bosish umuman esdan chiqmasin. Har bitta like meni yangi videolar chiqarishga undaydi. Qanaqa ketyaptim men? Bu video chiqarishdan oldin yo'lingni topib ol deysizlar, to'g'ri aytasizlar bolalar, to'g'ri aytasizlar. Avval yo'l topib olish kerak. Yana xat. Qora xat. Qop-qora xat. Kelchi bilan nima qilamiz? Shu bitta kun qaraymiz, zip etib yugurib ish topib olamiz. Ay shunday o'xshamasa nima qilishni bilmadim, to'g'ri. Ketdik. Aha. Bo'ldi. Qaraysan. Aha, bu yoqda 3 o'rnatamiz. 3. Yap.